Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingiz. Va alaykum assalom. Zarina bugun Ko'rdim. Hammasini ko'rdim. Lekin oyimnikiga arazlab ketmoqchi emasman. Xiyonat. Katta fojia emas. Eng katta fojia er-xotin bitta xonadonda bir umr begona bo'lib yashashi. Siz bilan ajrashib boshqaga ham tegarman. Lekin bolalarimga o'z otasidek mehribon inson topa olmayman. Xudo o'zingizga insof bersin. Ot aylanib qozig'ini topadi. Yana bir gap. Siz ham qiz o'stiryapsiz. Shuni unutmang.